بسم الله الرحمن الرحيم. Urush qilish harom qilingan oyni orqaga surish, ya'ni boshqa oyga o'zgartish haqiqatan kufrda haddidan oshganlikdir. Buning bilan kofirlar ozdiriladi. Ular Alloh urush qilishni harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol sanasa, ikkinchi yili harom sanaydi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Allah kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey iymon etganlar, sizlarga Alloh yo'lida jihadga otlaninglar deyilsa, nimishqa yurtinglardan ayrilg'inglar kelmaydi. Oxiratdan voz kechib dunyo hayotiga rozi bo'ldinglarmi? Unutmanglarki, dunyo hayotining manfaatlari oxiratning ne'matlari oldida faqat arzimas narsadir. Agar sizlar jihadga otlanmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib etib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar bu qilmishlar bilan Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan Abu Bakrdan iborat birli kishining hamrohligida haydab chiqarganda, Alloh uningga haqiqatan yordam qilgan edi. Ayni zamonda u ikkisi g'arda edi. Payg'ambar hamrohiga g'am qilmag'in, shaksizki Alloh biz bilan billa deydi. Alloh uningga xotirjamlik beg'ishlagan, uningga farishtalardan bo'lgan sizlar ko'rmagan qo'shinlar bilan madad bergan kofirlarning so'zini eng past qilgan edi. Allohning so'zi bo'lgan iymon kalimasi hamisha eng ustundir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey iymon etganlar, sizlar yengil bo'lgan holatdimi, ig'ir bo'lgan holatdimi jihadga chiqinglar. Alloh yo'lida pul melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilinglar. Agar bilsanglar, mushundaq qilish sizlar uchun eng yaxshidir. Agar munofiqlar da'vat qilingan bu ish oson qo'lga keladigan g'animat va yaqin musofilik o'ng'ay safar bo'lsa edi, ular cho'qim sana ergashib chiqatdi. Lekin bu oraliq ularga yiroq bilindi. Ular agar chiqishga qodir bo'la olgan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdiq deb Allohning nomi bilan qasam ichidi. Halbuki ular yolg'on qasamlar bilan o'zini o'zi halok qiladi. Alloh biladi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. Ey payg'ambar, Alloh seni kechirdi. O'zrisida rostchilar sana aniq bo'lmoqcha va sen yolg'onchilarni bilmaguncha nimishqa ularga jihadga chiqmaslikka ruxsat berding. Allohga va oxirat kuniga chin qalbidan ishonganlar sendan pul mollari va jonlari bilan jihad qilishdan qilib qilish uchun ruxsat so'ramaydi. Alloh taqvodorlarni obdan biladi. Sendan faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan, dilida shak bor kishilarga ruxsat so'raydi. Ular shak shubhilarda tengirqab yuradi. Agar ularning jihadga chiqish niyati bo'lsa edi, albatta uningga tayyorlik qiladi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Shunga ularni jihadga chiqishdan so'g'itib qo'ydi. Ularga uylarida qilib qoladigan ayollar, kichik bolalar va ojizlar bilan birga qilinglar deyildi. Agar ular sizlar bilan birga chiqqan bo'lsa edi, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytirdi. Aranglarga bo'lgunchilik selish uchun cho'qim suxanchilik qiladi. Aranglarda ularning so'zini bak anglaydiganlar bor. Alloh undaq zolimlarni obdan bilguchidir. Ey payg'ambar, ilgari ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bo'lgunchilik selishga uringan va sana hile mikrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular Allohning dinining ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. Ularning orasida menga ruxsat qilgan, meni baloga giribdor qilmag'in, ya'ni rumliq ayollar bilan gunoh qilib selishimga sababchi bo'lmag'in deguchilarmi bor. Amaliyotda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribdor bo'lgan edi. Shaksizki jahannam kofirlarni cho'qim qo'rishig'idir. Agar sen biror yaxshilikqa erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana biror musibat kelsa, ajab yaxshi bo'ldi. Biz burun tadbirimizni olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. Alloh bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tayansin. Aytqinki,
sizlar faqat bizning g'alba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki yaxshilikning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi kutinglar, shaksizki bizmi albatta sizlar bilan birga kutamiz. Ey payg'ambar, munofiqlarga aytqinki, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy usulda qanchalik pul mol sarf qilib ketinglar, u sizlardan hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavmsizlar. Ularning sarf qilgan narsalarining ulardan qabul bo'lmasligidagi sabab faqat shuki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozga faqat xush yoqmagan holda keladi. Pul melini yoqtirmagan holda sarf qiladi. Ey payg'ambar, ularning mol-mulki va farzandlari seni ajablantirmasin. Faqat Alloh ularni dunyo hayotida shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. Ular biz albatta sizlardanmiz deb Allohning nomi bilan qasam ichidi. Halbuki ular sizlardan emas, balki ular sizlardan qo'rqadigan, shuni o'zini musulmondek ko'rsatadigan qavmdir. Agar ular biror panohga yoki g'or va yoki gamini topsa edi, albatta ular shu tarafga qarab yugurishgan bo'ladi. Ey payg'ambar, ularning orasida shundoq birileri borki, ular sadaqalarining taqsimot ishlarida seni ayiblaydi. Ularga uningdan berilsa rozi bo'ladi. Uningdan berilmasa darhol norozi bo'ladi. Agar ular Allohning va uning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lib, Alloh bizga yetarlikdir, Alloh bizga yaqinda o'z fazlidan yana beradi, uning payg'ambari bizga uni taqsim qilib beradi, haqiqatan biz Allohdan umid kutuvchilarimiz desa edi, ular uchun yaxshi bo'ladi. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, zakat xodimlarga, dillarini islomga moyil qilish ko'zda tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qaytarolmaydigan qarzdorlarga, Allohning yo'liga, yo'l xirojatidan ayrilib qolgan musofirlarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ularning, ya'ni munofiqlarning orasida payg'ambarga aziyat yetkazib, u anglig'iniga ishini beradigan quloqdir deydiganlari bor. Aytqinki, u sizlar uchun yaxshi, foydali bo'lgan so'zlarni anglaydigan quloqdir. U Allohga ishonadi, mu'minlarga ishonadi. U sizlarning oranglardagi iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlarga qattiq azob bor. Ular sizlarni rozi qilish uchun Allohning nomi bilan qasam qiladi. Agar ular rostilla mu'min bo'ladigan bo'lsa, rozi qilishi uchun Alloh va uning payg'ambari eng haqliq edi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshilik ko'rsatdi ekan, uning cho'qim do'zaxga kiradiganligini va do'zaxda mangu qoladiganligini ular bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir.